İlgar medeniyet, süzük keyfiyat, hürmet ve izzet, Çin tebrikler. Murasimlarımız. Salam ko'rurmanlar. Murasimlarimiz programmamizni ko'rishni qarshilaymiz. Men riyosetchi Jushqun Juma. Murasim bir jamiyatda shuning uchun muhimki, u bir ijtimoiy to'p a'zolariga o'zining mavjudligini to'nitib turdi. Shunga o'rtaq his-tuyg'ularimiz ham qimmat qarashlarimizning aslinib turishi uchun murasim faoliyati va yig'ilishlarimizning bo'lishi zarurdir ham tabiiy ahvoldir. Shu vajidan bugun murasimlarimiz temasidagi programmamizni texmi betish maqsadida aziz mehmonlarimizni kutib o'tiribmiz. Oldi bilan programmamizni yaqindan qo'llagan Xinjiang Varis xalqaro savdo-sotiq shirkati Varis kiyimchiligiga alohida rahmat aytaman. Qani, davomli programmamizga diqqatli bo'lgaysizlar. Bu jihatda men yana ham shu restoran tarafga o'tkazsam, restoran taraf mush jihatda bir islohot qilishda dodli bo'lish kerak deb o'ylayman. Mesela hozir men to'y qopdim. Restoranga berib mushuni tizmoqchi. Men boshqacharoq shaklda tizmoqchi. Menga buni keynida tizib beringlar. Aytaver, mana shu talab qilsam, men tatliqni keynida chiqarmoqchi. Buni emsi shu restoran xizmatchilari menga shu vaqtni o'zi tizib bersin. Men beshida mundaq shaklda qilaman, keynida yana mundaq tizaman. Desam, mushuni hozir restoran mulozimatida yetishalamdi. Mushuni o'rinlab bera oladigan restoranlar bormi? Mush jihatda bir o'rtoqlashib baqsam. Gulpari ibaytin nayt yaxshi gap qildi. Demak, cho'g'nim mening ibaytin shunda gap qilib ketdi. Demakchi hamda rastimsiz isrofchilik intayin cho'ng. Ibaytin men jo'z o'lchamlarni biroq Urumchida bo'layotgan o'lcham, Qashqarda bo'layotgan yurt-yurtning o'xshamaydi o'lchamlarni dedim. Demak, cho'g'nim haqiqatan isrofchilik intayin ko'p. Jushqun davatgan savolga nisbatan mening o'zimning ko'z qarashlarim bor. Masalan, men boshtaroq so'zlayamda. Demakchi, mushu tatliqlar ibaytin masalan hozir mushu nurg'un tatliqlarni ma'lum bir o'ringa siz ma'mundamda tatliqlarni tizib birsiz, mundamda qilib birsiz qand kezaklarimda desa qilib birdi. O'lcham bor buningmi? 200 necha ko'yliq, 100 necha ko'yliq yoki 300 ko'yliq degandek. Mushlam bakadidan ortiq bir chiqimlar. Biz restoranchilikda ko'nglimizdagi gap hamda men keng doirada so'zlashim mumkin. Restoranchilikda mush tamoqni biz baktas chiqarimiz uchun masalan attigini mushu sayko'k tatlarni akvilib, ondan eng addisi bir qancha lag'ma yoki bir qancha polon etish uchun 10 necha qo'ldan chiqqandan keyin ondan sizning oldingizga polo olib chiqadi. Attigini sayyakilish bosqichdan tatib. Buni yana so'rashdi qilsak, bu etizni uzvog'ich yana 10 necha odamdan qo'ldan necha aylanib bu bir savizlanma shaklda. Bunda isrofchilik qilsak haqiqatan bo'lmaydi. Masalan, restoranda hozir shu ko'nglimdagi biz chiqarayotgan qo'rmalar, tatliqlar, mush narsalarmi-chu, adin ziyod jiq. Masalan, tatliq boshdan kelaylik. Tatliqlarga nisbatan mening shu qand kezaklarga nisbatan mening nayt yaxshi mushqatim men cho'qim buni islohot qilaman. Masalan, shu tatliqlarni endi nima bo'ladi? Bu tatliqlar masalan hozirgi bizning restoranchilik qanday oladingiz? Masalan, endi bu Gulparidek bunda mush mulozimatni qildiganlar bor. Ya masalan, nurg'un pishiriqlar mushta mulozimatni qildi. Bularning keliblam bir yarim soatda chestay tizib buni. Hamma joy-joyda shunda go'zal, nayt chiroyli tizib turdi. Lekin ba'zan masalan bir to'yning egilari bo'ldilar, bularni demay bizning bizning do'stlarimiz bakcha qo'ygandan keyin mushlar kelib tursin deydi. Kech soat Xinjiang vaqti 5 bilan mehmonning oldi keldi. Shu Urumchi vaqti. 5 bilan kelsa, uningdan burun soat shu 1 bilan shular ko'tarib akilishga boshlaydi. Haliqi to'y yigisining endi tang hozir haliqi yigit-beshlar nima ish qilayotganki, burun qiliqi bizning yigit-beshlari. Hozir men to'yga nisbatan 1 bilan ashni akildi. Akilib to'yning igisi ya dada. O'g'il akaginni bakchiq ko'mdim, mushu dada yoki dadaning tuqqanlari akildi. Mashinda besib akildi. Mushu bu qand kezakligi menda bir sanduqlarga selib akildi. Tavuz, qo'g'in, uzum, nashpit, shaptul, butun mevaning hammasi bor. U mevami qaysi meva fasl xarakterlik shu yangi chiqsa, shuni shu yerda ko'ramiz. Ondan bizning 5-qavatchi restoran. Shu restoranga chiqish shunda jafoliq chiqdi. Shunchalik tasda akirdi uni. Shuning bilan buni qo'ydi, qo'ygandan keyin
aşağıdımı toğraş, səpləş jarayonida ma Gülpərilərdək yaxşı o'rlashtirish qilinmagan ekan, u yerda yoki cho'ng to'g'rib etgan, yoki kichik to'g'rib etgan, yoki tavuz qo'g'illarni, yoki meva chivilarni yaxshi tizamlayotgan, ondan adadin ziyod jiq ekib etgan. Mo'lchar to'g'ri emas. Mo'lchar to'g'ri emas-da, ular mo'lcharlayolmaydi. Jiq ekib etgan kuni tizib, bo'ldi. 2-3 soat tizdi. Aqqa tatlıqlarning oldi qaytib qo'yotgan. Nima qilsa, shamol kontiyo ichib qo'ymaymiz. Uning ustiga ba'zi restoranlar havosini intayin issiq, qishda bo'lsa, shuning bilan bir xil ashuna bo'lib qolgan, bo'pti. Bumi ma'qul. Lekin mening eng ideyamda o'tmaygini, shuning bilan soat shu Beijing vaqti 8lar bilan to'yni boshlaymiz. Boshlagandan keyin muzikantlar chiqib bir to'y boshlangandan jakarlashdan burun abi shu sohibxonlar tomoqni tatinglar deydi. Ondan bu qizchaqmi tiz berib ketdi ham bo'ldi, sizning vazifangiz tugadi. Masalan, bu sohibxonlar tiz bo'ldi ham, bularmi ondan yana biz mulozimatchilar yig'ib beraylik, yo'q, o'zimiz yig'maymiz deb yig'ishga boshlaydi. Yiqqandan keyin qattiq. Masalan, yumshoq, masalan. Yumshoq bilan qattiqni, masalan, yumshoq deganimiz baqqoliyalikda Napoleon tort, o tort, bir qat tort degandek ashunda tatliqlar. Hammani qarqasha qaltiq tugitdan. Men qarab, ichim og'rib, u masalan, hammasi noch tatliqlar, noch narsalar. Shunga materiallar mazmun istil. Qancha gipnoz bilmadim aka. Qancha materialga süperni yaxshilaymisak o'xshaydi-ku. Ko'mizmi yig'ib Shuna bosim o'rlaydi. Bosim o'rlaydi. Ammo shu superkim kapolatlik shu bek ajr tejiblanib, bir qilibdan chiqarib qilgan narsalar shu akamiz degandek rasmiy yurak oldi. Ondan o narsalarni xalqıga salıdı. Bunu kim yığıdı olsa şu sahibxonlar. Sahibxonlar men ko'nglimdagi gapni qilsam, bizning to'ylarcha shu men maaşni yaxshi ko'rmamdi. Erlamni ayt yaxshi pakiz yasinib bordi. To'y degan shu birinchisi to'y qiluvchining hurmati, ikkinchisi o'zining hurmati. Qizlarim shunday chiroyli, onalarimiz shunday chiroyli, yaxshi yasindi. Meningcha bu yaxshi. Yaxshi yasinib, yaxshi chiroyli bo'lish kerak odam. Lekin shu kuni shu xizmatlarni qilish aloq qolaysiz. Hammasida vanlifi bor. Murasim kiyimleri var kızlarda. Bunu yığış pek tez. Ameliyatda biz restoran müşni qilib bersak bo'ldi. Hamda bu men hozir ma'ni deb bo'lib, yana bir yerni o'time. Buni yig'amda, yig'ib bo'lgan keyin men oyoq bir yer dugulab qo'ydi. Bularda hozir restoranchilikda bir o'yin tayyor qilib bermoqchi, har qanday edi, bor bir o'y. Programmamizni varis kiyimchiligi alohida qo'llagan. Ba'zi restoranlarda unda o'y bo'lmasligi mumkin, ishlar kerakchi. Shuning bilan bu narsalarni qaşa qaltiq selib aşağı dügülək turdu. Həliqi mevçi bilə toğraqlıq həmmisi ay tavuzu bir qaşa qaltığa toğraqlıq tavuz bir nəsə kirdi. Üzüm bilən şaptol nəşbit bir nimələr birləşkən üzüm izvətməmdi. Onu yıqıçamdı amma nəyət 5-6 minutdan içində yığıb bulduğan nəsələr. Bu şunda oldu. Əmdi bunu şu günkü toy, şarap ba toy olğan bolsa, bu bəzən külürçü müş nəsələr həmmisi bizning restoranda qılıb qaldı. Hammasi aktiga adam yo'q. Lekin onun 9'u aktimiz degan ko'z qarashdi, lekin unutilib qoldi. Bizmi askartish beramiz, uningdan boshqa ashad qilib qilib bu narsalar shunda asrab bo'lib ketadi. Yanıla bizningki sog'lomligimizningki asosi bo'lgan shu restoran uzuq qilinishiga alohida diqqat qilyapman. Men o'ylayman, hozirgi mushkil shakldagi uzuq qilinishimiz, tamoqlarning turlari, tartibi bizning shu hozirgi zamondagi ilmiy uzuqlanish engimizga xilop deb o'ylayman. To'g'ri. Bu jihatda biz zo'r isloh qilishga muhtoj. Boya Qaysar apandi xeli ta'kidlab o'tdi. Menimcha shunda biz yana bir fikrimizni cho'nqurlashtirib baqsaq. Mundaq aytgan chaqda biz mana shunday go'zal, oppoq dasturxonlarga yarashgan tamoqlarimiz bilan huzurliq, sog'lomligimizga uyg'un holdagi uzuqlanishga taqozo, ehtiyojimiz bor. Men o'ylayman hozirgi təxissanaş şəklidəki, tökmü şəklidəki tamaq qurulması bizimki hazırki istimalimizdən xeyli jiraq deb oylayman. Mücahid qandaq bir təklif fikirlər var. Məsələn, biz çıxırıyatqan tamaqlarını mənim göz qarşımca bunu islat qilish kerak. Bunu qanday islat qilish kerak desa, qizlar shunda payz yasinib bardı. Məsələn, Coşqun bilan ikimiz bugun oq ko'ylak giydik. Haliqi dapanjilar yoki gambiyan somiyallarni yesak bizga chachrab ketmasin deb yemay turib olamiz. Ehtiyot qilamiz. Ehtiyot qilamiz, ba'zan shu diqqat qilamiz ashlarga. Məsələn, qizlarning so'rinda texmi
Zaten ehtiyat kılıldı. Mesela en adisi muş köynügümge bir yerge bir tal aşı tamakның şirnisi tökülüp kesse şu günü ben kanda kılıma. Bu yerde benim bir artık köynügüm olmasa ya ki anda onu şirini aktırıp bilip jügül olmaydı da şunu muş tamaklarını ıslat kılış gerek menimce. Kanda ıslat kılış gerekse talla tamak kılış gerek. Talla tamak könmese finsen kılışımız gerek. Finsen degen neyim olsa bir kişilikten ait 3-4 kıl nesi çıkıdı. Doğru. Andın siz degen ibaytın tatlıkla finsen bop boğandıkken an çıkış gerek. An tatlık yigeş, kankizeklerine ağaç, andan elik meyvçilerden ağaç, andan kar çay işkisi olsa, kınık çay işkisi olsa, kınık çay, kahve işkisi olsa, kahve, andan mülazmet kılışımız gerek. Doğru. Bunu kığılı buludu emniyette. Kığılı buludu imkaniyet. Bunu tamamen kığıldı. Ya ki talla tamak kılımız, ya ki olmasa finsen. Finsen degen gap, kişi beşiği çıkıdı. Gülperi mavi küçük bir kaçıp çıkan tamakны. Ama o yada her xil yalnız tamakta. Biz hem kor mu kısak mı buldu? Nemeli kısak çıkıp bunun biz tamamen bizde bunun 25 yılmış restorançılık, ibayet restorançılık degen gap biz kıvatkaşın amız restorançılıktan. Ama şu restorançılık kıvatkandayken bunu çokum sizin aldığınız kanda çıkış bizim vazifemiz. Ibayet'in kadar bunda çıkılmayacak yetmeydi. Mesela Gülperi makaçıdaki tamakны bunda ekip boğucu. Sizge ekes. Ama alınma degen gap. Bana ekese ben boldu desem tügeydi, ekti de. Bu hazır bu restorançılıkta hem de şu bunda kısak mı bir Çok doğru. Demek az yenilik bulundu. Yenilik bulundu. Andın ma tatlıklarını andına çıkışımız gerek. Bunu tamamen kığıldı. Mesela talla tamak könümüz ibaytın ben degen olsa aşna tamaklarga. Hem de benim muş toyqıga atanlar pek içim ağrıydı. Bir gün keşkiçe aşı ığızığı bir tal aşı küçüknen bir narsa sanmay şu keş kıldıkken bazı atanlarını köygen biz toylarda. Aşı mesela dişe tanglap kılıp, köngülsep, nayt bir aramlık is kılıp, ameliyat toy olgan gün atan üçün ömürlük bir hoşallık iş. Meyli oğulunu öyleyli, meyli kızını çıkıraylı, bu bir hoşallık iş. Bu bir cabalık şop kaldı hazır. Bunda karab, meyli mişegi bir elik, muşu setip algan muş tatlık türüm, meyli meyvçivler olsun, muş atana köngül bölmüş bulmuğan. Özleri tehe aşı top setiş bazarlarını ekip atkan. Onu ekiliş jarayonida nurgun köngülsüzlükler çıkan. Nurgun bexatar bo'lmagan omillar chiqqan. Ham bu yerda buni deb yurish hajatsiz. Demak, çoğunum andın şu ettigini tang atdi, ettigini saat Beyjan vaqti 7larda qopqan bo'lsa, şu bir qopqancha ay kes saat 12gacha og'ziga bir tal cho'kchilik bir tal bir meg'izchilik bir narsa sanmay shuni tangda shu kashni qildi ekan. Endi xo'sh, hozirgi restoranda nima uchun mushuncha vala tamoqlar maybayt deb o'tganga o'xshash biz bu tamoqni isrof bo'lsin deb qilgan emas. Hamma odamning eg'izidan kirib shu bir iste'mol qilgan deb qilgan tamoqlar. Bo'lsa taqsirimiz quruqlanib ketsa, pokiz bo'lib ketsa, intayin xo'sh bo'lardik. Rost xo'sh bo'ldik. Endi mush tamoqlar taqsin ustiga taqsi qo'yib alqi bir xil. Bu uchun bakalqi qamlashmagan bir odat bu. Yeni ijodiyatlar chiqdi o'ta hozir. Üstel bir üstel yüz tegish yetishmay hozir qo'sh qavat qo'ydik. Üstellar ijodiyat bo'ldi. Masalan, ana ustiga lab bunda qildik. Ay bizning restoran mashinada olib ketdi, hozir qo'sh qavatlashib. Endi bizning maqsadimiz mush tamoqlar yeyilib ketsa intayin yaxshi bo'ldi. Endi yeyilmay o'tdi. Men mush mulozimat baş nazoratchisiga, anda mush do'kon boshlig'iga, hatto o'tir qatlamdagi boshqaruvchilarga dedim, sizlar bundan mulozimat qilinglar dedim. İşçim ağırıp kitip muş atan toy qığa atanlarga. Birinchisi, toyni olma degan kuni bir do'kon boshlig'i yoki bo'lmasa ma'lum bir direktor shu to'y egisiga telefon qilib bir kun burun, "At sizning to'yingizga aka yoki ada mushunda balangizning to'yiga siz mushu restoranning oldiga bir narsalarıngizni akagan zaman bizga dam biz ko'tirib chiqib birlar." Qılalayga işimiz deyishimiz kerak. Biz götürüp açık birli, an to'g'rab saplashlarni biz to'g'rab saplab jo'zingiz tizib birli. Andin bu ishlar hammasi bo'ldi. Eng oxirida qaytadigan vaqtda sizga ularga demadi o'qu gapni. Mushu ballarga dedim o'tir qatlam ballarga. Do'kon boshlig'i dedim, mush tamoqlar mushunda qilib qo'ydi. Bir cho'qi tegmagan tamoqlar bor. Masalan 999 ko'ylik tamoqdan bir cho'qi olmay ashna bo'lib ketgan bor. Bu mushtamoqlarni dabo qilib,
o'lchamli qachlab berib, mushu to'y qilgan ota-ona yoki qiz yigit shularga beringlar, ular men bilmay bu ishlarni to'yning qoidasi bakchiq. Masalan, shu kuni ota-ona uyga qaytgan kim ish bo'lmagan 5-6 qo'shna 6-7 urug' tuqqan shu oyda balkim birden bir toyning oldi-keyindagi gaplarni qilishdi. Anda birden adi qog'ish paranglashdi. Shu vaqtda ota-onaning qo'sig'i och. Balkim shu urug' tuqqanlar birini yemagan bo'lishi mumkin. Shular qizlarlar sunaydi. Yana birisiga 4-5 kungacha to'yga 4-5 kun qolgacha öylerde unda tamak etip unda qilgan ishlar bo'lmaydi. Burunqidek to'xtamay dasturxon qirdigan ishlar hozir hammadan aldirash. Özünün qıldığını qilib, yoki iqtisodiyotni qilib qo'yib, unda dasturxon qirdigan ishlar azlab ketdi. Shuningga shu kashda opirib shuni yevasson, qo'l tegmagan narsalarimiz pokiz narsalar bo'lgan. Ondan qiz yigitni uyga. Qiz yigit kim beringlar? Bizdimi oqshimi kirib yigitlar, hozir bormi yo'qmi uqmayman, bizni to'y qilgan vaqtlarda biz qiz yigitlar Ayşe'nin yakın dostları bir 10'dak 20'dak adamlar bir saat aşağıda mungduşup, artık birden bir meşrep kılışıp, andın şu yeng tutqa uydan qo'pab kelgan shu yeng tutqa uydimi hali ishdan bo'lmasa uningdan shu tamoqlar olsa bir ishki cho'kini elib andan texim yaxshi bo'ldi degan ashunda fikrni berdim. Andan masalan ba'zan jo'zlardan ma tamoqlarni evlanglar deyishga uni degili bo'lmadi. Desak hali nimdaydan bizni bunda ko'rib qoldingizmi deb mulozimatchini satlib etishdan yanmaydi. Çoğunçılık karakteri bilen. Andın mesela bu restorançılık mesela biz restoranla 25 yıl oldu mu? Bizden tamaklarımız tamak yiyen adamlar çok. Hazır ben şunu bir askertip üteyim. Bir 8-10 yıl oldu. 8 yıllar oldu. 2014-15'ten kin bizden restoran, bizden tamaklarımızda tamak eşip kaldığı iş yok. Tamak neymiş eşip kalmayı, eşip kalmadı diyen gap biz taksini yığıştığı vakti kömüdük. Bu qanday gap desa, uning altı bək çıxdı. Məxsus şu aşxana əxlətlərini yığışdırdığı idarə bizə məxsus şu aşqan tamaqlarını ayırmayaga, mavu əxlətlərini ayırmayaga 3-ə ayırmız əxlətini. Şunda arıb qoyduq. Hazır ki aşqan tamaq yox. Bulubmu tamaq xallarda, tamaq mavu Garip tamakhallarda meyli samaver xanı olsun hemmisi de aşmaydı. Demişka en adisi samaver şorup xanısım eşip qalsım şunu pişirip yaxşı bolgan qaçılağa biz qaçı bilen təminləyimiz şunu evilip əktüdü. Taya qazanbaz pişirip. Hazır bu bək yaxşı oldu qaram. Məsələn Muşu 8-10 yıl oldu bu işqa. Həmmədəm qançılıq eşip qalsın qayt nazar daha bu qılıb mən vatıdı. Muş restorançılıqdı mı? Biz atalla tamak, yoki finsan, ayrım çıkılgan tamakni qilishdan burun bunu unda ısrap qoysak olmaydi. Bu ısrapçılık bek ig'ir. Bo'libmi biz men tamakka nisbatan men o'zimning ısrapçılığını deyman. Gulpari o'zining tatliqlariga nisbatan, mana qankazaklariga nisbatan bu ısrapçılığını deydi. Shuning demakchi bo'lib bu to'ychilikni cho'qim islohot qilishimiz kerak. Qanday islohot qilamiz deganda men bir necha nuqtani ilib etdim. Shuni o'xshash islohot qilsak bo'ldi. Buningga restoranchilikning siz o'ylaysiz, sizlarning sharoitinglar yetamdi deb o'ylashingiz mumkin. Tamamen yetadi sharoit. Hozir to'y undaylik 40 joza, 50 joza bo'ldigan ish yo'q. To'g'ri. Balkim 10 joza, 15 joza, hammadan o'zining ehtiyojiga asosan qilish kerak-ku to'yni. Buni men oldingi programmamizda xili ta'kidladik. Demak, hozir to'ylar ko'lam qisqaryapti. Bağansiri kişilerinki telipi süpet güyütüvatıdı. Bu bir real ahval. Bayatın Kaysar Efendi, hazırki göz aldığımızda yürgüzülüvatkan toylarınki real kartinisine çıraylık söyletlep berdi dep oyladım. Çünkü hazır toy intilyvatkan, toyunu beşten ötküzüken her bir şahıs belki göz aldıda kinolarını istek ötken buluşu mümkün. Mening bilishimda baya biz restoran medeniyetindeki şekilli jarayonda qisqacha esep ötken bulduk. Biz mahallevi holatdan shaharlashib o'tdik. Mushu kishilarningki restoranga ko'chgandan keyin yanıla o'zi qo'l tiqib qilaman, buni o'zim qilaman degan narsa mushu mahallevi odat kuchininki texmi shahar madaniyatidami kuchdan qolmaganligini, mush taraqqiyotga tex moslasholmayotganligini aks ettirib berdi. Manda aytgan chog'da hazır restoran bütünley bunu özününki mülazimet şekliga ekiriş mümkünçiligi bor. Kaysar Efendi bunu dep ötdi. Belkim nurg'un restoranlar şundaq tayyorlikda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin kishilarningki iste'mol eni
mulozimat еңі texi bu darajaga bormayotgan gap. Yilqi aslidagi odat kuchi yana yuqori o'rin turib olib, bu cheklama paydo qilyotdi. Meningcha hozirgi to'y to'kin madaniyatimizda iqtisod isrofchiligi, yemek içmek israfçılığı, keyfiyat israfçılığı, zihin israfçılığı ağır boğatıdı. Mesela şunca iqtisod sarf qilib turib, nemişqi rahat aldı to'y bir haqiqiy o'zi mehmon bo'lish kerak meningcha. Sohibxonning o'zi eng aziz mehmon bo'lish kerak. To'y egilari shu to'ydagi eng aziz mehmon bo'lish kerak. Bu yerda u mulozimatchi bo'lib ya ana hatto men og'rib qolgan ota-onalarni ko'rdim. Boya Hasan apandining to'g'ri ishora qildi. Programmamizni varis kiyimchiligi alohida qo'llagan. Unchula besim bilan pulni xashla, vaqtingni sarf qil. Yana bu yerda tegishlik bir unumga erishamay, o'zi paloqshib, kadın chiqsa, bu qandaq bir manzara. Bu odamni o'ylantirdi. Xo'sh, to'g'ri. Shu meningcha buni haqiqiy hozirda biz shahar madaniyatida bu mulozimat kasbi hozir ajoyib jo'sh urib rivojlanyapti. Buni cho'qim mulozimat yuzlantirish kerak deb o'ylayman. Nayt to'g'ri dedingiz. Demakchi, biz mush restoranchilarning qildigan ishi bu. Men ibodatnaligi bir necha nuqtani deb o'tib ketdim. Mening cho'qim shu yilning oxirigacha men cho'qim biz bir islohot olib boramiz to'yda. To'yda qanday islohot olib borsangiz bo'lsa, to'y qildigan bir jup ota-ona, uning qiz o'g'illari kelib cho'qim to'ydan burun shu ustalni zakaz qilishdan burun kelib biz bilan ko'rishib, ularning qanday talabi bor, rangi nisbatan qanday talabi bor. Masalan, rangni chiroqlardan o'ngshib keldi hozir. Masalan, u mushu hozirgi mushqandagi mushrangni yaxshi ko'rsa, cho'qim mushrang bilan chiroqlarni bezab bersak bo'ldi. Hozir texnik ibodat deb o'tmabdiq, bezakchilikka bir muncha pul ketib bordi. To'yning oqibatidagi qiz yigitning dekoratsiyasiga falon pul ketib bordi. Onun ustiga uni shu restoranni amaliyotda zinnatdagi restoran u. Uni yana boshqadan haliqi yumshoq yasashga nurg'un pul ketib bordi. Bu jihatdami ularning talabi bo'lsa, biz restoran qilayotgan mush to'yxonani ochganlar cho'qim biz ham mulozimatni qilishga cho'qim tayyorligimiz bor. Qanday tayyorlik desa, meningcha ibodat nayt yaxshi savol so'radingiz. Bir jup ota-ona, bir jup shu qiz yigit shularniki hamma talabini o'tirib qo'yish bo'ldi. Hem ularni qanday yetaklaymiz desa, hozirdan boshlab yetaklashimiz kerak. Birdan yetaklab menishimiz kerak. Men ibodat deb o'tganga o'xshash 8 yilning oldida hech kim o'zi g'izolangan tomoqxondimi, eshib qolgan tomoqni olmaymoqdi. Hozircha hamma mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, mayli yosh bo'lsin, mayli o'tir yoshdagilar, mayli mo'ysipitlar bo'lsin, hammasi tomoqni dabo qilib ilmoqgan shu sharoit. Hozir dabo qilmaydigan odam yo'q, hamma dabo qildi. Bo'libmi o'zigan shu jo'zdagi tomoqxonlardagi, qahvaxondagi, mayli samovar sho'ribxondagi narsalar bo'lsin, hammani ilmoqdi. Buni ayt yaxshi ahvolda to'kilib ketmadi. Biz bunu bilib to'g'richa nima qilsa, biz shu bizning bir 40 necha do'kon bor, hammani bilib, bizning 3 tane hammani bilamiz. Hamda ibodatning bir jup ota-ona talablarni hammani qo'yib bo'lgandan keyin shu bo'yicha elib bormoqchi biz. Qanday rangni yaxshi ko'rasiz, nimani qilib birimiz, qanday masalan eng oddiysi muzikantlardan tortib, uning yeydigan tomoqlardan tortib, hammani birdan-bir uning ichadigan choylari. Qanday choy, yoki bunday choy, yo bunday choy. Uning oqidan tomoqdan keyingi qahvalar, uning oqidan chiqadigan bunda tatliqlarga nisbatan. Masalan, bu tatliqlarni biz unda duglab chiqmaymiz. Unda jiqqa chiqmaymiz. Hammasiga birer parchada yetkidek yoki shundalar. Masalan, men mani yesam, ani men yemayman bo'ldi, shunchalik. Demak, bu doim sizlar shug'ullanayotgan bo'lgandan keyin buning san'atligini, miqdorini, ko'rkamligini biz kasbiy holatda o'rlashtira olamiz degan. O'lchamni bilimizda shuning bilan bu yerda unda isrofchilik degan narsa yuz bermaydi. Endi bu yerda deyotgan masala, masalan, buni qanday yetaklash keraksa, men bu orqaliqla bunda qildim deb yetaklayolmayman. Buni qanday bir qadamda yetaklashimiz kerak. Qanday yetaklashimiz kerak desa, eng oldda bundan keyin men tatliqlarni ekanmanlar. Biz sizlarga tatliqlarni masalan 300 koy pul ketgan bo'lsa, mening fikrim 100 koy bilan, 150 koy bilan yoki uningda oz bo'lgan bilan biz bitirib berishimiz kerak. Bunda hasham qilmagan asosda, chiroyli asosda. Masalan, Gulparitiz shunda paytsizda, men Gulparitiz birish kerak, mazishim kerak Gulparini. To'g'ri. Gulpari miyakil mashina qilib birsiz, mundamda, masalan, ko'nglimdagi gap, mendan sen boshqa o'ylab qolmanglar. Ba'zan tatliqlarni, masalan, qattiq praniklarni, qattiqlarni uni yana bir qatimmi meningcha unda tashvasak, yana bir qatim ishlatib ko'rdi. Agar u hech qanday
bir buzg'unchilik tushirimiga asosda qo'l tegmagan shundoqku buni bundoq qilmasak bo'lmaydi. Cho'qim bu nadin kelgan qanchalik jafolarda maybaytin bir qancha poloning kelish manzarasini azroq deb berdim. Bir qancha poloni yeyish uchun 15-20 odam qo'l tutganda andin shu masalan degan say qildi u bu va kazago nurg'u ishlar bor. Jo'zning oldiga chiqish uchun nurg'u ishlar ketadi. Bumi shunday kelgan narsa. Buni isrof qilsa qilmaydi. Shuning bilan masalan Gulpariga biz deymiz bunda qipirsiz. Saat munchida bunda chiqadi. Tamoqdan keyin chiqarimiz juma mana siz mishayib turib mana bunda qipirsiz. Andin masalan ba'zanlar bunda olganmiz bunda oldi deb Gulpari bilan biz kelishimiz. Kelish bo'lganda bu qizchaqmi uzun muddat biz bilan hamkorlikni qalaydi-da. Bugun oya bilan hamkorlashib, oya bilan o'g'illikka haliqi tarqa qalatda ma yaxshi-da. Nimishqas mishaydi o'zining uskunlari, o'zining ba'zan bir o'ziga qulay akilib aktilgan narsalarimiz mishaydi o'rin beramiz, shu o'rinda nayt yaxshi tayyorlab berdi. Xo'sh, bu ish tugidi. Endi tamoqnimi biz buni tamamen biz qila olamiz. Nimishqasa 25 yil mush restoranchilikni qilgandan keyin biz bilib yetdik-da. Yoki talla tamoq, yoki bo'lmasa mushu finsan deganim o'zingizga birdan bir kishilikdan chiqadigan tamoq. Hemen arifimiz yemisingiz bo'ldi, yemayman deb qo'ysangiz bo'ldi. Siz yemayman degan tamoqni aning olib bersak bo'ladi. Lekin bu yerda o'lcham cho'qim sal tuvan bo'lishi kerak. To'y egisiga nisbatan. Endi maqla mushlarni elib boramiz. Buni tamamen qila olamiz. Endi bu finsan haliqi talla tamoq deganga hozirgi bizning to'ychilar voy men uni qilsam bo'lmaydi. Voy g'o'rigil chiqib qoldi. Yoki bo'lmasa haliqi cho'pay bo'lib qoldi. Mening palonchi do'stim bir to'y qilibdi ekan, bunda bo'libdi ekan, shuning men buni qila olmayman deb men nurg'un ular uni jur'at qila olmaydi uningga. Buni jur'at qildirish qanday qilish kerak desa, biz endi eng bo'lmaganda hozir boshlanishni qanday qilishimiz kerak desa, buni biz musha qanday qilmoqchi. To'y qilgan ota-ona qo'lni yanchug'i selib, nayt chiroyli yasinib, haliqi opimizmi, shu qizning yaqtadining ayol tarafmi, hamma taraf cho'qim nayt yaxshi yasangan oldi. Yaxshi ro'yxat bilan. Aliqi masalan ma yasindi, ma grim qildigan o'rinlarni yugurib chalvaqab kelmay, nayt ro'yxatda kayfiyat yaxshi, oqshim yaxshi uxlab, nimish qilsa yaxshi uxlasak, ertasi bir kun nayt kayfiyatimiz yaxshi bo'ldi. To aliq hech nimani unutgan asosda mening ishimni qilib turadigan Hardambog' restorani bor. Mening ishimni qilib turgan palonchi restoran bor deb. Andin aqlni yanchiq selib, yaxshi mashinasida o'ltirib, mishak kelib tushib, shuning bilan u kelgan vaqtda nurg'u odamlar qizg'in qarshi vasa do'st birodarlar. Eng yaxshi o'rinda o'ltirib, yakomsa bo'pti bizda hozir qoida kirganlarga salom bergash bo'lsa, yana ashada o'ltirib, nayt yaxshi salom soat bilan kayfiyat xushxuy, nemish bo'ladi, nemish qilsa bu tomoq tizish, tatliqlarni qilish, choy quyish, mulozimat qilish bizning ishimiz. Buni qilsa qildi. Endi buni biz qilib bersak, shuning bilan u odam nayt rahat. Shu kuni asli amaliyotda bunda aytganda, shu ota-ona bizning hammamizning ko'z ochishingda. Mush ota-ona ajab bir yaxshi farzand tarbiyalabdiki, shuning to'yini u qarsoq miya tayq tug'an, galas tuqlan maymoq bo'lib ketgan nemish qilsa jiddiychilik. O'rinlashtirish, ani qil, mani qil deb. Mushu biz mana ishni qilsak-chi, unda bu yerda chalvaqab ketadigan yo'q. Hammaga bizning bo'lishimiz kerak. Biz qanday vaqtda bu to'yning tartibini tatib yezib berishimiz kerak. Bunda vaqtda bunda oldi. Masalan, Jo'shqundek mushu muzika tartibilar riyosatchilik qilib turib nurg'u ishlarni ashada o'ngshab ketadi. Nemish qilib bunda aytganda shu ota-onaga biz mulozimatchi. Jo'shqun mulozimatchi, avo muzikant. Masalan, bizning shu orqa saptiki oshpaz shu restoran shularga mulozimat qildi. Shuning oldigan tusaq qildi. İqtisodni sarf qilib turib, yana bu mulozimatni tegishlik o'rniga qo'ymay o'zi charchab ketsa bu nihoyat bir ichinish qahbol. Mening ichim etishadi menda aytgan chog'da. Menda aytgan chog'da iste'molchilarningki to'y egillaridagi tonish pozitsiyadagi masala. To'yni qilish uchun emas, nima uchun qilaman? Menda aytgan chog'da shu bir kunda astoydil bo'lib ketadi nurg'u odam. Shu bir kunda hammaga ulgurdigandek. Abiya degandek baldura xabarlashib, demak bu masalan hech bo'lmaganda oy burun buning tayyorligi tushadi bir oila. Berib, bir vaqtni ajratib, shu nas kerak setib olg'icha, bozor cho'ylab ketkichi bo'lgan orliqda avval bir maqsadni aniq qilish uchun shu o'rin bilan, restoran bilan xabarlashsa, demak restoranning o'zi uchun qanchalik mulozimatni ta'minlab bera oladiganligini, qanchalik iqtisod ketadiganligini yaxshi hisob qilib, ondan keyin to'y kuni azod qilish kerak hozir Qaysar Apan degandek. O'zining eng yaxshi ro'yxati bilan to'ydagi eng aziz mehmon sifatida o'ltirish kerak. Mehmonlarga yuzlanish kerak. Kayfiyatni avval sohibxon berdi.
odatda bir uydimi shundoq qilmadi aytgan chog'da. Biz jiddiy paloq-paloq bir mehmon chaqirib qo'ygan bo'lsak, kelgan mehmonmi qo'rinib qoladi. Bu shunchaq oddiy qonuniyat bu. Ham demak to'yda sohibxon bo'layotgan qiz-yigit, ota-ona va jiddiy muyundoq tarzda bo'lib ketsa, kelgan mehmonligim bu yuqudi degan gap. To'g'ri. Menimcha bu yerda iste'molchilarni yetaklash jihatda restoran haqiqatan bu yerda ulgulik rol o'ynash kerak. Bizdimi yetarliliklar bor. Xo'sh, Qaysar apanda o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan yetarliliklar qaysi? Navbatdagi restoran mulozimati iste'molchilarning ehtiyoj talabidan qanchalik yiroqlikda? Sizning restoran tanlash o'lchamingiz qandaq? Texmo tafsiliy mazmunlarga qiziqsangiz, programmamizning keyingi soniga davomli diqqat qilasiz.